Sayyohlik ilm-fan rivojlangani sabab insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylandi deb hisoblanadi. Hozir biz shunchaki samolyot yoki poyezdga chipta olib, safar xaltaga eng zarur narsalarni solib, dunyoni zabt etishga yo'l olishimiz mumkin. Ammo yaqindagina bir necha 100 yil oldin sayohatlar bunchalik yengil bo'lmagan. Sayyohlik bumi 19-asrga, insoniyat oldida yangi marralar va ufqlar ochila boshlangan paytga to'g'ri keladi. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'z uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Bu sayohat asri, tadqiqotchilar va kashfiyotchilar davri edi. O'sha davrdagi deyarli barcha aslzoda oila o'zi bilan bir necha sumkani olib, qo'shni davlatga bir necha haftaga sayohat qilishi mumkin edi. Ulkan yuklar sayohat ishqibozlari ortidan ergashib yurardi. O'ziga to'q odamlar narsalarini jomadonga joylash uchun maxsus ishchilarni yollashardi. Ular yuklarni shunday joylardiki, narsalarga zarar yetmas, eng asosiysi ho'l bo'lmas edi. Hozir bu gapni eshitish g'alati, to'g'rimi? Ammo bir kuni barchasi o'zgardi. 1858-yili Parijda ilk bor Trianon deb nomlangan yassi jomadon namoyish etildi. Uning ixtirochisi esa hozir hammaning og'zida. Aynan o'shanda dunyo Louis Vuitton nomini ilk bor eshitdi. Louis Vuittonning ilk ustaxonasi Parijda 1854-yilda ochilgan. Aynan unga yuqori sifat va hashamat belgisi sifatida tanilish nasib qildi. Ammo barchasi tartibi bilan. Fransuz moda uyi asoschisi Louis Vuitton 1821-yili 4-avgustda Fransiya janubida kichkinagina Lon-de-Saunier shahrida tug'ilgan. Juda yoshligidan u og'ir hayot yo'lini bosib o'tishga majbur edi. Bolakay har kuni otasiga ertalabdan kechgacha fermada yordamlashardi. Yaxshi hayot uchun imkonlari yo'q edi. U kuniga bir mahal ovqat yerdi. Barcha kiyimi eskirgan va bir necha joydan tikilgandi. Ba'zan shundoqqina ish joyida uxlab qolardi. 10 yoshida taqdir unga yoqimsiz tuhfa qildi. Onasi noma'lum kasallikdan vafot etdi. Birozdan keyin otasi ham olamdan o'tdi. Hayot hech ham shirin va ertaknamo emasdi. 13 yoshidayoq yaxshi hayot izlab, Vuitton ota uyini tark etib, Parijga piyoda yo'l oldi. U 470 kilometr masofani kichkinagina qishloqdan Parijdek ulkan, orzular ushaladigan shahargacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Bu kichkinagina sayohatga bir necha yil ketdi. U yo'ldagi shaharchalarda to'xtab, yegulik va kiyim-bosh uchun ishlar edi. Bola poyafzal tozalar, yuk tashir, dalada ishlar va shunchaki gullar sotardi. Yaxshi odamlar uning qornini to'ydirib, boshpana berishar va hayotlarini baham ko'rishardi. Va 16 yoshida Louis Vuitton va nihoyat Parijga yetib keldi. İlk haftalar yigitcha uchun haqiqiy sinov bo'ldi. U ish izlab ko'chalarni kezardi. Duch kelgan joyda uxlardi. Uning hayoti toki bir do'kon peshtaxtasida buyumlar joylangan chiroyli qutichani ko'rib qolmagunicha shunday davom etdi. Uning shakli, rangi, egilgan joylari uni shunchalik maftun etdiki, u hatto barcha go'zallikni yaqindan ko'rish uchun ichkariga kirishga jazm qildi. Ustaxona xaridorlarga to'la edi. Louis ishchilar xaridorlar oqimidan ishlarini eplay olmayotganini darhol sezdi. Shunda jur'at to'plab, u ustaxona egasining oldiga keldi va o'z yordamini taklif qildi. Qat'iylik va intiluvchanlik, ishlash ishtiyoqi hech kimni befarq qoldirmadi va ertasigayoq yigitcha Monsieur Marishal ustaxonasining to'laqonli ishchisiga aylandi. Marishal quti, sandiq, o'ramlar ishlab chiqaruvchilarning eng yaxshilaridan edi. Qayd etish kerak, 19-asrda Yevropada yukni tayyorlash va joylash anchagina hurmatli kasblardan edi. Aynan o'z qat'iyati sabab bir necha yildan so'ng Louis parijliklar orasida bu kasbning eng mohir egalaridan biri sifatida tanildi. 33 yoshida Vuitton yaxshigina daromadga ega inson sifatida 17 yoshli Clemence Emily Parioga uylandi. Ular birgalikda bir yildan so'ng Parij chekkasida Agnières-sur-Seine o'z ustaxonalarini ochdi. 1854-yilda esa Louis Capucin ko'chasida Vendôme maydoni yonida shaxsiy ustaxonasini ochdi. Ustaxona eshigida eng nozik buyumlarni ishonchli joylaymiz. Moda buyumlarini joylashga ixtisoslashganmiz deb yozilgandi. Faoliyatining boshida uning asosiy ishi individual buyurtmalar edi. Masalan, 1856-yili ustaxona buyurtmalaridan biri fransuz mashhur sirki Rensi uchun poni otini tashish uchun maxsus quti bo'lgan. Ammo bular Louisni qoniqtirmasdi. Yo'q, biznes yaxshi ketar, pul yetarlicha edi.
ammo u yuzlab ustalardan biri edi xolos. Lui o'z ishida shunchalik yaxshi ediki, u o'zini mashhur qilib, shuhrat keltiradigan ish qilishga qaror qildi. U uzoq o'ylab, turli variantlar izladi. Barcha narsa ungacha o'ylab topilgan bo'lsa, u nimani ixtiro qiladi? Ammo baribir uning xayoliga dohiyona fikr keldi. Keyinroq bu g'oya haqiqatga aylandi. Aynan 1858-yili Vuitton dunyoga o'zining inqilobiy suv o'tmas sandiqlarini namoyish qildi. To'g'ri burchakli shaklda, aylana qopqoqli, ustiga teri emas, holst qoplangan. Ular shunchalik omadli chiqdiki, kelgusi 70 yilda safar jomadonlar shaklini belgilab berdi. Trianon dunyodagi ilk yonidan ochiladigan yassi qopqoqli jomadon. Ilgari jomadonlar faqat qabariq shaklida edi va yomg'ir paytida suv to'planmasligi uchun tepaga ochilardi. Trianon suv o'tmas mato bilan qoplangan ixcham shakli sabab endi ularni bir-birining ichiga solish mumkin edi. Omadning yana bir sababi, odamlar temir yo'l bo'ylab faol sayr qila boshladilar. Yangi aksessuarning qulayligi eng boy qatlamning e'tiborini tortdi. Bu aqlga sig'mas omad edi. Luiga yuzlab buyurtmalar yog'ildi. Bu mo'jiza jomadonni Fransiyadan uzoqda ham bilishardi. Ammo doim bo'lganidek, oq chiziqni qora chiziq ham kesib o'tadi. O'sha paytda Louis Vuitton ulkan muammoga duch keldi. Uning jomadonlarini juda faol qalbakilashtira boshlashdi. Ammo erkak buni o'zi o'ylab topdimi? Uning jomadonlari boshqalardan ajralib turishi kerak degan qarorga keldi va shu sabab mahsulotiga o'ziga xoslik bag'ishlash uchun boshqalarning xira rangli jomadon va sumkalaridan ajratish uchun original rang o'ylab topishga ahd qildi. Raqiblardan ajralib turish uchun dastlab jigarrang oq yo'lli chiziq paydo bo'ldi. Keyin esa shaxmatli print. Hatto hozir ham bu printlarni ko'rganda xayolga darhol LV brendi keladi. Ilk kunlardanoq do'kon mijozlari badavlat, sifat va go'zallikni farqlovchi insonlar bo'ldi. Ulardan biri Napoleon III ning xotini Yevgeniya edi. U sabab Louis Vuitton do'koni mamlakatning ko'plab boy insonlarini o'ziga jalb qildi. Bu uning kelajagiga ijobiy ta'sir qildi. Shu lahzadan ishlar jadal rivojlana bordi. 1867-yilda Louis Parijdagi xalqaro ko'rgazmada jamiyatga qo'shgan hissasi uchun bronza medaliga ega bo'ldi. Axir endi butun dunyo Louisning jomadonlari bilan sayohat qilardi. Ammo barchasi tuyulganidek ertaknamo emasdi. 1871-yilda Franko-Prus urushi natijasida ustaxona vayron bo'ldi. Ko'plab uskuna va asboblar shunchaki o'g'irlandi. Bu o'z yo'nalishi rivoji uchun borini bergan qahramonimiz uchun juda og'ir davr edi. U tezda ishlarni o'z qo'liga oldi va qisqa vaqtda ishlab chiqarishni qayta tikladi. Uning mahsulotlariga talab shunchalik yuqori ediki, 1885-yilda Vuitton o'zining Fransiya tashqarisidagi ilk do'konini ochdi. Ayniqsa Londondagi do'konlar alohida mashhur edi. Tumanli Albion qirg'oqlaridagi do'konlardan so'ng 1885-yildan har bir mahsulotda LV Deposi yozuvi paydo bo'ldi. Bu mahsulotning 100% original mahsulot ekanini bildirardi. Louis bu joyda ham hushyorlik qildi. O'sha davrda bu yozuvni qalbakilashtirish qiyin edi. 1857-yildan 1936-yilgacha bo'lgan davrda kompaniya ishi bilan Vuitton va o'g'li shug'ullanishdi. 1886-yili ular birgalikda urinishlari sabab prujinali zamokni patentlab olishdi va u bugungi kunga qadar ishlatilib kelinmoqda. Barcha kalitlar mijozga kerak bo'lib qolsa deb ustaxonada saqlanardi. O'limiga qadar Louis o'zini sevimli ishiga bag'ishladi. U sandiqlarni ko'tarib yurishga mo'ljallangan qulay tutqichlar, qulflarni o'ylab topar va ishlab chiqarar, jomadonlar burchagidagi qismlarini o'zgartirib, yanada chiroyli ko'rinishga keltirardi. Uning hisobida 100 ga yaqin ixtiro va yangiliklar bor. Ularning ko'pchiligidan biz har kuni foydalanamiz va uni qashshoq fermerning o'g'li ixtiro qilganini o'ylamaymiz ham. Haqli ravishda ulug' usta nomiga sazovor bo'lgan inson 70 yoshida olamdan o'tdi. Uning barcha ishi o'g'li George Vuittonga o'tdi. Uning davrida rom shaklidagi afsonaviy LV belgisi paydo bo'ldi. Bu otasining xotirasiga bag'ishlangandi. Shunday ajoyib dizaynga ega sandiq 1897-yilda paydo bo'ldi va hanuzgacha foydalaniladi. Afsonaviy asoschining o'g'li oldiga global maqsad qo'ydi. U brendni xalqaro darajaga olib chiqish uchun barcha narsaga tayyor edi va buni uddaladi. George sabab yangi do'konlar New York, Buenos Airesda va brendning eng mashhur do'koni Parijdagi Yelisey maydonida ochildi. 1901-yilda zamonaviy ryukzaklarning prototipi Steamerback sotuvga chiqdi.
1925-yili Coco Chanel'ning buyurtmasi bo'yicha Scoury Bag yaratildi. Ammo eng xaridorgir ayollar sumkasi Kipple 1930-yilda sotuvga chiqdi. Bu model hozirda ham eng mashhur modellardan biri. Kompaniya rahbarligi George'dan o'g'li Gaston Louis Vuittonga o'tdi. U o'z navbatida brendga bir nechta o'zgartirishlar kiritdi. Uning davrida afsonaviy print ancha ixchamlashdi va uni barcha mahsulotga joylashtirildi. Ikkinchi jahon urushi davrida Louis Vuitton brendi fashistlar bilan aloqada bo'ldi. Bu davrni kompaniya eslashni istamaydi. Ammo bir necha faktlar ochiq-oydin yoritiladi. Parijdagi mashhur do'kon eshigida fashistlarning mashhur iborasi "Yahudiylar kirishi man etiladi" deb yozilgan. Ammo shuncha ishlarga qaramay, brend hanuz yuqori status va nozik did namunasi bo'lib qoldi. Shuningdek, yuqori sifat. Louisning avlodlari ishbilarmonlikda undan qolishmadi va butun dunyo bo'ylab brend butiklarini ochdi. 70-yillar Louis Vuitton uchun qayta ochilish va rivojlanish davri bo'ldi. Kompaniya 70-yillar boshida ikkita eksklyuziv do'kon va 11 million yevro foydadan 1986-yilgacha 125 ta do'kon va 600 million yevro foyda darajasigacha o'sdi. 1987-yilda Louis Vuitton kompaniyasi boshqa lyuks va yirik brend Moet Hennessy bilan birlashdi va LVMH holdingiga aylandi. Bugun holdingga 70 dan ortiq brendlar, jumladan Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo va boshqalar kiradi. Louis Vuitton sumka va jomadonlari jahon yulduzlari orasida nihoyatda mashhur. Ular orasida marhum malika Diana, Audrey Hepburnlar, Angelina Jolie va Kim Kardashianlar bor. Ajablanarlisi, ularning tayyorlash texnologiyasi ilk paytdan beri o'zgarmagan. Hanuzgacha jomadon korpusi terakdan tayyorlanadi. Uning qirralarida ham o'sha butlovchi qismlari saqlanib qolgan. Bu eng ishonchli qulflar. Kompaniya bu mahsulotlarga umrbod kafolat beradi. Bordi-yu qandaydir buzilish yuz bersa, uni maxsus ta'mirlash ustaxonasida tuzatib beriladi. Ya'ni siz butun umrlik jomadon sotib olasiz. 1989-yili kompaniya ustidan nazoratni uning asosiy aksiyadorlaridan biri, fransuz milliarderi Bernard Arnault qo'lga kiritdi. 1997-yilda brendning kreativ direktori Marc Jacobs etib tayinlandi. Marc sabab kompaniya yangi darajaga chiqdi. U ilk bor erkaklar qo'pol botinkalari va yengil shoyi ko'ylakni urfga kiritdi. Uning boshchiligida brend erkaklar va ayollar kiyimlari va poyafzallar, eksklyuziv aksessuar va zargarlik buyumlarini chiqaradi. Har bir namoyish modellar arg'imchoqda uchadigan, liftdan chiqib, eskalatorda yuradigan shoularga aylanib ketadi. Marc kompaniyada naq 16 yil ishladi. 2013-yil noyabrda ayollar kiyimi liniyasiga ilgari Jean-Paul Gaultier bilan ishlagan va Balenciaga brendini yangi darajaga ko'targan yosh modelyer Nicolas Ghesquier bosh bo'ldi. Nicolasning Louis Vuittondagi ilk kolleksiyasini ommaviy axborot vositalari triumf deb baholadi. Uning 60-70-yillar epoxasidan ilhom olgan brend estetikasiga bo'lgan qarashi kompaniya konsepsiyasini butkul o'zgartirdi. Bugun bu hashamdor moda uyi dunyoning 53 ta mamlakatida do'konlariga ega. Odatga ko'ra sotilmay qolgan sumkalar Parijga qaytariladi va yoqib yuboriladi. Bu ish qalbaki mahsulotdan qochish va brendning original va o'ziga xosligini saqlab qolish uchun qilinadi. 2016-yili Louis Vuittonning ko'plab butiklarida ayollar uchun Jacques Cavallier tomonidan yaratilgan parfyumlar paydo bo'ldi. 2018-yilda esa erkaklar uchun parfyum chiqarildi. 2019-yildan esa firma unisex usulida parfyum ishlab chiqara boshladi. Bu brend muxlislarining yuragidan darhol joy oldi. Louis Vuitton sumkalari dunyodagi eng qimmat sumkalar hisoblanadi. Ularning narxi 5000 dan 55,000 dollargacha. Louis Vuitton hech qachon ulgurji yoki narxi pasaytirilgan tarzda sotmaydigan mahsulotlar, klassika va zamonaviy uslubni ideal tarzda uyg'unlashtirgan. Louis Vuitton mashhurlar, qo'shiqchi va aktyorlarni reklamalarida model sifatida olib chiqqan ilk brenddir. Hatto reklamalardan birida Mikhail Gorbachov ham chiqqan. Louis Vuittonning egasi Bernard Arnaultning boyligi 2017-yilda 102 milliard dollarga baholangan. U jahon
jahonning eng boy odamlari top 10taligiga kiradi. Yana bir qiziq fakt. 2014-yilda maxsus individual buyurtma Mariin teatri prima balerinasi Diana Vishneva uchun tayyorlandi. Jomadonga 6 ta pachka va 18 juft puant, shuningdek, balerinaning aksessuarlari sig'ardi. 2019-yilda brendning eng zo'r ustalari futbol bo'yicha jahon chempionati kubogi uchun sandiqcha tayyorlashdi. 6 kilogramli malahit bilan bezatilgan kubok aynan LV belgili sandiqchada bexavotir dunyo bo'ylab sayr qildi. Aytish kerak, brendni o'ziga xos print va monogrammasi bilangina emas, mahsulotning ajoyib sifati sabab ham tanib olish mumkin. Dunyoning turli nuqtalaridagi butiklar kompaniyaga juda katta foyda va eng mashhur, eng omadli brendlardan biri degan nomni keltiradi. Yo'l sumkalari va jomadonlari hanuzgacha juda mashhur va darhol sotilib ketadi. Har bir jomadon yuqori tayyorgarlik va yengillik ramzi degan shior esa hozirgacha amal qiladi. Do'stlar, sizda ushbu brendning buyumlari bormi? Bu haqda izohlarda albatta yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha